Anchadan beri sizlarga poliyamizda gazon kesilayotgan jarayonlarni ko'rsatmayaptik. Bugun sizlarga poliyamizda gazon kesilayotgan jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek, mijozimizga gazonlarni kesib o'rab qo'ydik. Gazonni sifati sochishni bo'lib yonib chiqyapti. Mijozlarimizga tayyor rulon holda yetkazib beramiz. Bu gazonni urug'i mart oyida sepilgan, hozir iyun oyi. Bir oydan beri biz mijozlarimizga tayyor rulonli holda yetkazib beramiz. Bu gazon urug'i fito urug'idan yetiltirilgan, bizning iqlimga yaxshi tushgan. O'zim ham shundan ishlataman. Tajribamdan o'tgan uchun sizlarga maslahat beraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Polimizda gazonimiz ko'p. Xonadoniylarga olib borib ham yotqizib beramiz. Gazon sohasida yurgan akalarimiz bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Sifatli tayyor rulon gazonimizni chiqarib beramiz. Mana ko'rib turganlaringizni yana ko'rsatib o'taman. Bu fito gazon urug'i ko'rinishi. Bu udabreni yoz issiq kunida ko'pchilik joyda gazon sarg'ayib qoladi. Bu tabiiy holat. Mana shu udabrenani ishlatyapmiz, yaxshi natija beryapti. 2 kilodan 10 kilogacha bo'ladi. O'zim ham ishlatib ko'rdim, sizlarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi natija beryapti.